$8,000 dollarga Captiva topib qo'ydimiz. Yana aka bilan bir mehribonlik qilasizlar. Tiniq holatda Captiva. Bu qarang narxlarda Spark puli Captiva bo'lib ketdi. 4 yumshoq baloni holati yaxshi. Yili 2011 kraskasini tozalab sotishgan ekan, aka aytayapti. Bittami ikkita detalda kraska chiqib qoldi deyapti, lekin tekshirib olasizlar o'zlaring uchun. Hafshi holati yaxshi. Avtomat korobka, sedan bagrev, sedan gorni rejim hamma yo'g'i bor. Mashina hech qanaqa rasxoti yo'q, olasiz prosta minasiz. Tayyor. Motor, ходовой, korobka umuman ishi yo'q. Tiniq holatda. Egalarini o'zidan sotilyapti. Generalni beraveraman, men ham nomida deyapti. Tayda propani bor, 7 o'rindiqli. Tabletka propani. Tabletka tayda bo'ladi. Tayda tabletka propani bor ekan. Zapaska oldim. Ana bir generalni berib turib, bir 3-4 ming puli boriga Fortunadan pul olib bersa bo'lmaydimi? Bo'laveradi. Bank ham qilaveradi. 3-4 ming puli boriga. Bo'laveradi. Motor 3.2 motor, injektor, propan, gidravlika, bez, konditsioner hamma yo'q joyida. Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Narxi aka aytganda $8,000. Bir 4 ming, 3-4 ming puli bor odam bo'lsa, qolganini bankdan olib bersa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Bo'laveradi. Like bosib, video tarqalganini bilan aloqa qilib ko'rasizlar.